2009da ham maktabni bitirib oldi. Aziz maktab bitirib nima qilasan? Men birinchi o'qishga budjetga kiraman, keyin esa karyeramni quraman. Qilasanchi qizim? Aziz ko'ylagimni dazmollab berasanmi? Hozir qilib beraman. Sanchi Dilshoda nima qilasan? Men aktrisa bo'laman, bloger bo'laman, dunyo kezaman. Баюшки, баю, нема. Sen nima qilasan? Menmi? El qatori erga teyaman, o'nta bolam bo'ladi. Agar menga chidab yonimda qolsan, Necha marta ichib kelyapti? Kattamimi, kichkinamimi? Kichkinani. 2 marta kelyapti. Aziz, ana Umimi sinfdoshimiz. Ha, Umi. Voy, Umi karyera zo'r bo'lsa kerak-a. Qalay bo'lyapti hayot? Da qizlar, mazza qilaman. Mana har kuni dam olish. Ertaga ham dachaga chiqib ketyapman kollektiv bilan. Aytgancha biza bilan ketdik. Bizaga dachaga yo'l bo'lsin. Biza bola chaqa, ro'zg'or bilan bandmiz-ku. Umi, bizdan rosa havasimiz keladi-da senga. Mana bo'lsa sizlarga havasim keladi qizlar. Oilalar, bola chaqanglar, hech qachon tugalmas boyliginglar bor. Nima bo'lganda ham qizli davr, maktab davriga hech narsa yetmaydi. To'g'rimi bitiruvchilar? Hali hech kim kelmadi. Birinchi bo'lib o'zim keldim. Men formada kelmadim, Aziz bilan men vaqt tushaman. Men o'zim bilaman. Men Nozik bilan tushaman, Nozik. Faqat bugun urushmanglar, bolalar. Shahboz, nima bez forma kelding? Oyimga aytib beraman san. O Nozik, Shahboz bilan men valsga tushaman. Tushundilaringmi? Menga qaralaring, tayyorgarlik ko'ryapsanlarmi? Ertaga meni sharmanda qilib vals tushirmalaring. Hozir 2026-yil TikTok bo'lsa tushiveraman. Nargiza qizim, lentani ham taqib oling, stas. Ha, bo'pti, ertaga taqib chiqaman. o grave faz e a bunda dela bate, bate, bate. TikTok emasdan Alijon polkasiga o'ynab beraylik. Davay. Ketdi. Menga qaralaring, men harakat qildim, o'xshaman. Endi bayramni uylaringda qillaring. Tushunmadik. Menga qarang, bolangiz tug'ilganda radonga ham kelmagansiz. Birga kirib tug'ilgan kunni nishonlashga borarsiz. Menga qarang, Soliha yaqin yurib ketadi. O'g'lingiz maktabga chiqyapti, siz hali ham yo'qsiz. Mani o'g'limmi? To'yimiz bo'lganiga 1 oy bo'ldi. Men sizni faqat to'y kuni ko'rdim. Kim edi bu? Biza sizlarni duelga chaqiramiz. Agar biza yutsanglar, sizlar umuman kontrol o'ynamaslikka qasamyod qilasizlar. Agar yutsanglar mayling demaymiz. Qani boshladik unda. O'zini zo'rga qaytar, zo'rga qaytar. Uyga surlaring, boshqa ishlaring yo'qmi sanlarni? Biz uyda hamma ishimizni qilib bo'lganmiz. Biz nima qilamiz? Men bitta plan bor. Soliha chiqib qo'ydi. Soliha chiqib qo'yibdi, tagligini almashtir. Ana ko'rdingizmi? Ot. Sala nima keldilaring? Bor uydagilar choy tayyorla. Siz hech xavotir olmang, oyijonlar, tog'jonlar bilan nariga VIP zalda 5 ga 5 kontrollab o'tirishibdi. Shu ham ishmi? Olib keling Nivisorani. Piyola bor edi. Shu ham ishmi Shahboz aka? Shu ham ichmi? Nega siqilvoz? Ukam yangi uy olmoqchi edi. O'shani topa olmayman qatdan qidirishni. Shu ham ishmi? Jonga tegding mana shu gaping bilan. Adasi, to'xtang. Uyda non, kartoshka, piyoz, keyin bolalarga shakarim qolmaganda olib kela olmaysizmi? Xo'p, Oysa. To'xtang, ana kuni uyga egasi kelganda tezroq ijarani to'lashimiz ham kerak ekan. To'laymiz. Ey Xudoyim, bergan taqdiringga o'zingga behisob shukr. $2000 pul qoldi. Bu pulga yarim kilo kartoshka bilan 2 ta non beradi. 4 kundan keyin oyligim chiqadi. Oyligacha bir amallab tursak bo'ladi.
Oyligim arzimagan 800 ming. 400 mingini ijaraga bersam, 100 mingi qarzni to'lasam, 100 ming bolam uchun. Xo'p, o'zimga, ayolimga bersam, o'zimga 50 ming so'm qolar ekan. 10 kun tramvayda yursam yetadi. Yo'g'iga piyoda yurarman. Allohim bergan taqdiringga shukr. Erkak kishini boshi omon bo'lsa, to'pi topiladi degani shu bo'lsa kerak. Allohim bergan taqdiringga shukr. Erkak kishini boshi omon bo'lsa, to'pi topiladi degani shu bo'lsa kerak. O'zimga 50 ming so'm qolar ekan. 10 kun tramvayda yursam yetadi. Yo'g'iga piyoda yuraman. Ey Xudoyim, bergan taqdiringga o'zingga behisob shukr. Shahboz aka, ishongim kelmayapti. Rostdan ham shu uylarga birgalikda erishdik-a? Ha, onasi. Eng asosiysi hamma narsa shukrda. Shukr qildik, hammasiga erishdik. Ha, onasi. Eng asosiysi hamma narsa shukrda. Shukr qildik, hammasiga erishdik. Ularning havosi toza ekan, ah. Ovqatlari ham tozadir-da. Parklari ham dahshat chiroyli ekan. Zo'r. Restoranlari ham shunaqa chiroylimikan? Ovqatlari shirinmikan? Tarixiy joylari ham ajoyib ekan-a? Dahshat ekan. Tarixiy ovqatlari ham zo'rmikan? Batumida zotdor kuchlar rosa ko'p ekan-a? Shunaqa ekan. Вообще. Даже shu kuchukni ham qorin to'q. Men esa kuchukday ochman. Qornim och qolib ketdi. Yuring ovqatlanamiz. Ovqat yeymiz. Who let the dogs out? Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbekistan.